Feruza, men endi hozir senga intervyu qilmoqchiman. Qani meni Feruza, men senga bitta savol beraman singlim. Eng baxtli bo'lgan kuning qachon eslay olasanmi? Dunyoga kelgan Sen ko'pligiga yaxshilik qilib yurasan. Hech yaxshilik qaytganmi senga? yo'q. Qaytmagan. Allohdan qaytadi. Allohdan qaytadi. Meni yig'latganim ko'p bo'lgan, xafa qilganim ko'p bo'lgan. Meni xafa qilganim ko'p. Bilmayman, balki men или слишком Добрыйmanmi degan. Слишком haqiqatan yomonmanmi bilmayman-u, lekin hayotda rosa xafa qilishgan. Bu hayotda men bitta insonga ishonganman, onamdan keyin o'zim, keyin orada onajon o'lganlardan keyin 5-6 yildan keyin Nozima opam chiqqan qarshimga. Nozima opam olovlarni ustidan, suv ustidan, dengizlar ustidan biz birga o'tdik. Birga yashadik bu narsalarni. Allohim umrlari uzoq bo'lsin. Aytmoqchi bo'layotganim, har doim meni yonimda yuradilar. Men ham kerak bo'lsa oxirigacha yuraman. Rahmat. Feruza, mana masalan xo'jayin turmushga chiqqansan, to'g'rimi? Yo'q, hayotda chiqmagan. Sen turmushga chiqmaganmisan? Hali yoshsan, hali ham turmushga chiqsang bo'ladi. Yo'q. Men turmushga chiqishni o'ylamayapman. Farzandam o'ylamayapman, chunki уже, как говорится, поезд ketdi. Yo'q, endi unaqa demagin-da. Kechik bo'ldi. Hozir endi Allohga ishonish kerak. Aytganingizdek o'qish kerak, kitob Qur'onni harakat qilaman. Xudo xolasa qisqa paytda Allohim bizga umr bersa bo'ldi. To'g'ri, sog' salomat bo'lgin, umring uzoq bo'lsin, ko'pligiga yaxshilik qilib yurasan. Iloyim, yuzga chiqib yurgan. Mayli. Bilsa bilar, bilmasa bilmas, yaxshilik qilganlaring Allohdan qaytadi, hech xavotir olmagin. Biz kimlarga yaxshilik qilmadik? Allohdan qaytsin. Mayli, baxtli kunlaring yana oldinda, hammasi yaxshi bo'ladi. Duxum pada chiqmagan. Ayollarga nima gaping bor, xo'p? Ayollarga aytadigan gapim hech qachon yiqilishmasin. Men 57 yoshdaman. O'zimni